O'zbekiston Milliy kino san'at saroyida O'zbek Arsloni badiiy filmining premyerasi bo'lib o'tdi. Film Madaniyat vazirligi huzuridagi kinematografiya agentligi buyurtmasi asosida suratga olingan. Taqdimot avvalida kinematografiya agentligi rahbariyat vakillari, film rejissor va ijodkorlari so'zga chiqib, o'z fikrlarini bildirishdi. Film rejissori Akbarbek Turdiyev filmda bosh qahramon Mamadali Topvoldiyev rolini Ulug'bek Qodirov ijro etgan. Shuningdek, Fotih Nasimov, Lola Usmonova, Akrom Adhamov, Moqchihra Ismoilova kabi san'at vakillari tasvirga tushgan. Kartina Ikkinchi jahon urushi voqealari asosida yaratilgan bo'lib, oddiy qishloq yigiti Mamadali Topvoldiyevning og'ir sinovlardan o'tgan hayoti haqida hikoya qiladi. Bu frontda katta jasorat ko'rsatib, xavfli operatsiyalarda ishtirok etadi. Og'ir yaralanishiga qaramasdan irodasi va do'stlari yordami bilan omon qoladi. Keyinchalik partizanlar orasida Kazbek nomi bilan taniladi. Film voqealari O'zbekistonning turli hududlarida, shuningdek, Mamadali Topvoldiyev yashagan Farg'ona viloyatida, Belorussiya o'rmonlarida tasvirga olingan. Film rejissori Mamadali Topvoldiyevga oid arxiv ma'lumotlarini topish borasidagi izlanishlari haqida so'zlab berdi. Mamadali Topvoldiyev arxivlarini topish qiyin bo'lmadi. Sababi men avvallari 2020-yildan beri Belorussiyaga borsam, Belorussiyaning juda katta harbiy muzeyi, Ikkinchi jahon urushiga bag'ishlangan muzeyi bor, juda ham katta. Ana o'sha yerda xohlasangiz, o'sha sizga hattoki bizda yo'q arxiv ma'lumotlar ham bor u yoqda. Kursant qilgan tomoni shundaki, muzeyga kirsangiz kattagina bir alohida Mamadali Topvoldiyevga alohida to'xtalgan o'sha burchaklari bor, portretlari bor, o'sha yerdagi bir hujjatli qo'lyozmalari ham bor. Mamadali Topvoldiyev bugungi kunda farzandlari hayot, hammasi ular hayotlarini o'rganish maqsadida ularni ham uylariga tashrif buyurdik. Ancha bir hayotiy bir ma'lumotlarni olgan bo'lsak, O'zbekistondagi, Rishtondagi, kolxozdagi qilgan ishlarini ham butun qanaqadir ma'lumotlar yetarli darajada ekan. Filmda jang sahnalari bilan birga insonlar o'rtasidagi mehr va do'stlik ham aks etgan. Ayniqsa bosh qahramonning Vanya Rilkov bilan do'stligi va begona yurtda ona mehrini his qilishi ta'sirli lavhalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, urushdan keyingi hayot ham filmning muhim qismi hisoblanadi. Film juda mukammal va yaxshi ishlangan. Filmda bosh rolni Ulug'bek Qodirov o'ynaganlar har bitta epizodlarda keraklicha o'ynab, xalqimizga, shu harbiy xizmatchilarimizga yetkazib bera olgan deb o'ylayman. Jang sahnalarida ham haqqoniylikka, haqiqiylikka yondashib, haqiqiy jang san'atlarini ko'rsatib o'tgan. O'sha qurol bilan foydalanishda yoki qo'l janglaridan foydalanishda ham haqiqiy o'sha harbiy xizmatchi qanaqa bo'lishi kerak, erkak kishi qanaqa bo'lishi kerakligini ko'rsatib o'tgan. Bu film, xudo xolasa, kelgusida yoshlarimizga kelajakda vatanparvarlik ruhini oshirishda katta yordam beradi deb o'ylayman. Ijodkorlarning ta'kidlashicha, ushbu film nafaqat tarixiy drama, balki jasorat, insonparvarlik va xotiraga ehtirom haqidagi filmdir.